Urganch-Otqol davlat milliy tabiat bog'iga bugun Toshkent tibbiyot akademiyasining ekologiya fakultetining 1-2 bosqich talabalari tashrif buyurdi. Ushbu talabalarga biz Urganch-Otqol davlat milliy tabiat bog'ining faoliyati, hududlari, hududda uchraydigan o'simlik va hayvonot dunyosi haqida ma'lumotlarni berib o'tib, hududda o'rnatilgan fototutqichlarning trening jarayonlarida qanday o'rnatilgani, shuningdek hududdagi yovvoyi hayvonlarga qanday yovvoyi hayvonlarga fototutqichlar o'rnatish bo'yicha o'zimizdagi bor bilimlarimizni ko'rsatilgan roliklar va prezentatsiyalarni namoyish etdik. Shundan so'ng Qoronqul hududida joylashgan Derxilis kiyikchilik fermasiga yaqin hududda joylashgan joyda tabiatni chiqindilardan tozalash aksiyasini o'tkazdik. Bunda alohida minnatdorchilik bildiramiz. Talabalar o'z hissasini qo'shishdi. Tabiatimizni har xil maishiy chiqindilardan tozalashda katta yordam berishdi. Ularning asosiy kelishda maqsadi 5-may xalqaro sayg'oqlarni himoya qilish kuniga bag'ishlangan tadbirda ishtirok etish uchun tashrif buyurishdi. Rustamov Akbar Erkinovich Urganch-Otqol davlat milliy tabiat bog'ining o'rmon xo'jaliklari bo'yicha bosh mutaxassis. Toshkent tibbiyot akademiyasi ekologiya va atrof muhit muhofazasining 1 va 2 kurs talabalari bilan birga professor o'qituvchilarimiz bilan 5-may xalqaro sayg'oqlarni himoya qilish munosabati bilan sayyora darsga chiqdik. Biz u yerda Urganch-Otqol milliy bog'iga tashrif buyurdik. Urganch-Otqol davlat milliy bog'i xodimlari o'z videoroliklari bilan tushunchalar berishdi. Ular bilan birga atrof muhitni muhofaza qilish maqsadida chiqindilarni to'plab maxsus ajratilgan joylarga tashladik. Biz hamyurtlarimizdan, dam oluvchilardan iltimos qilib qolardikki, chiqindilarni o'z belgilangan joylarga tashlab ketishlarini, tabiatni asrashga o'z hissalarini qo'shishni iltimos qilgan bo'lardik. Toshkent tibbiyot akademiyasi ekologiya va atrof muhit muhofazasi ta'lim yo'nalishining 2 bosqich talabasi Fathiddinova Halimaman.